Muhammad alayhissalom. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom otalarining ismi Abdulloh. Onalari esa Omina bint Vaqtdir. Omina Quraysh qabilasining obro'li oilalaridan edi. Omina payg'ambarimizga homilador bo'lgach, ko'p o'tmasdan Abdulloh savdo ishlari bilan Madina, ya'ni Yasribga borganida tog'a diyorida vafot etib, o'sha yerga dafn etiladi. O'shanda u kishi 25 yoshda edi. Homila vaqti soati yetgach, Ominaning ko'zi yoridi. Bu tavallud mashhur fil yilining 9 yoki 12-si Rabiul avval oyida dushanba kuni ro'y berdi. Omina payg'ambarimizning bobolari Abdul Muttalibga bu xush xabarni yetkazish uchun elchi yubordi. U kishi bu xabarni eshitib benihoya xursand bo'lib yetib keldi. Allohning ko'ngliga solgan ilhomi bilan yangi mavludga Muhammad deb nom qo'ydi. Bu ism bundan avval arablar orasida iste'molda bo'lmagan edi. Arablar odatlariga ko'ra yangi tug'ilgan chaqaloqlarni sog'lom o'sishlari, aql zakovatli bo'lishlari uchun shahar tashqarisiga emizadigan ayollarga berib yuborishardi. Shu odatga ko'ra payg'ambarimizni birinchi Suvayba, keyinchalik Halimai Saadiya degan ayol emizdi. Halimaning oilasi kambag'allikda hayot kechirardi. Muhammadni emizishga olib kelgach, uning sharofatidan oiladagi ahvol yaxshilanib, qo'y echkilarining sutlari serob bo'lib ketdi. Muhammad to 5 yoshga yetguncha Halimai Saadiya oilasida bo'ldi. So'ngra uni onasiga qaytardilar. Muhammad 6 yoshga yetganidan onasi Omina uni Yasrib, ya'ni Madinaga tog'alarini ko'rishga hamda erining qabrini ziyorat qilish maqsadida o'zi bilan birga olib boradi. Xodimasi Ayman ular bilan birga edi. Madinada 1 oy turishgach, uylariga Makkaga qaytdilar. Yo'lda Abvo degan joyga yetishganda Omina kasal bo'lib, shu joyda vafot etadi. Uni shu yerga dafn qilishadi. Onadan ham ajragan 6 yoshli yetim Muhammadni xodima Ayman Makkaga olib qaytadi. Makkada Muhammadni bobosi Abdul Muttalib o'z qaramog'iga olib, unga alohida ahamiyat berib tarbiyalay boshlaydi. Ammo oradan 2 yil o'tgach, bobosi Abdul Muttalib ham vafot etadi. Shundan so'ng amakisi Abu Talib Muhammadni o'z kafolatiga oladi. Abu Talib o'zi kambag'al bo'lganiga qaramay, nihoyatda saxovatli edi. U Muhammadni o'z farzandlaridan ham ortiq sevar. Yaxshi ko'rganidan doimo o'zi bilan birga olib yurardi. Muhammad odatdagi yosh bolalar kabi ba'zi nomaqbul ishlarni qilmas hamda o'ta qanoatli farzand edi.
Muhammad 12 ga to'lganida amakisi Abu Talib tijorat bilan Shomga bormoqchi bo'ladi. Muhammad o'z amakisidan ajralishidan benihoyatda g'amgin bo'layotganini ko'rgan Abu Talib unga mehribonlik qilib, o'zi bilan birga Shomga olib ketadi. Karvon Shom yaqinidagi Busro degan yerga yetib boradi. Shu yerda Buhayro ismli rohib yashardi. Bu masihiy olim Muhammadga ko'zi tushgan zahoti o'zlarining nasroniy dinidagi kitoblarida o'qigan ma'lumotlarga asoslanib Muhammadda payg'ambarlik alomatlari borligini sezadi va amakisi Abu Talibga bu farzandni yahudiylar ko'zidan asrashni tavsiya qiladi. Buhayroning so'zlarini eshitgan Abu Talib tezda Muhammadni olib Makkaga qaytib keladi. Muhammad o'z qavmi ichida yaxshi axloqi, to'g'ri so'zligi, halolligi, fahsh va yomon ishlarni qilishdan o'zini saqlaganligi bilan ajralib turardi. Shuning uchun ham uni qavmi Amin, ya'ni ishonchli deb atashar edi. Alloh taolo Muhammadni o'z qavmi orasida keng tarqalgan mayda gunohlarni qilishdan ham saqlagan edi. U butga sig'inish kabi yaramas odatni nihoyatda yomon ko'rar edi. Muhammadning yoshi 25 ga to'lgach, Xadicha bint Xuvaylid degan ayolning mollarini olib, savdo qilish uchun Shomga boradi. Bu safarda Muhammad bilan Xadichaning Maysara degan xizmatchisi ham birga edi. Safar chog'ida Maysara Muhammaddagi ayrim xususiyatlarni ko'rib taajjublanadi va qaytgach o'z xo'jayini Xadichaga bularni so'zlab beradi. Buni eshitgan Xadicha savdodan ko'p foyda olib kelgan Muhammadga odam yuborib, o'zini unga turmushga chiqishga rag'bati borligini izhor etadi. Shu vaqtda Xadichaning yoshi 40 da edi. U Qurayshning sayyidlari sovchi bo'lganda ham ularga rozi bo'lmagan edi. Muhammad amakisi Abu Talibni sovchi qilib yuboradi va Xadichaga uylanadi. Muhammad 40 yoshga yetganida Alloh taolo uni butun insoniyatga haq yo'lni ko'rsatuvchi elchi, payg'ambar bo'lishini ixtiyor etdi. Vahiy avvalda sodiq tushlar ko'rish bilan boshlandi. Tushida nimani ko'rsa, o'ngida o'sha narsa bo'lar edi. So'ngra u odamlardan yiroqda bo'lish, o'zi xoli yurishni orzu qiladigan bo'lib qoldi. Chunki o'z qo'llari bilan yasagan butga iloh deb sig'inayotgan odamlarni ko'rsa, nafrati ortar edi. Vahiy onlari yaqinlashgan sari Muhammad ko'proq xilvatda bo'lishni o'ziga odat etdi. Ko'pincha Hiro nomli g'orda o'z vaqtini o'tkazar, hatto ba'zida tuni bilan u yerda qolib, Ibrohim alayhissalom diniga muvofiq ibodat qilib o'tirar edi. Shu asnoda kunlardan bir kun Hiro g'orida turganida Jabroil alayhissalom Muhammadga vahiy keltirib, o'qi dedi. Hech joyda ta'lim olmagan Muhammad men o'qishni bilmayman deb javob qaytardi.
Jabroil uni ko'tarib bir siqib qo'ydi-da, yana o'qi dedi. Muhammad yana o'z so'zini takrorladi. Shu holat yana bir bor takrorlangach, Jabroil alayhissalom Alaq surasini avvalidagi bir necha oyatlarni o'qib unga eshittirdi. Va bu oyatlar Muhammad qalbida o'rnashib, yod bo'lib qoldi. Bu holatdan qo'rqib vahimaga tushgan Muhammad titragan holda ayoli Xadija huzuriga keladi va voqeani bayon etadi. Xadija uni yupatib, taskin berib, sizni hech qachon Alloh xor etmaydi. Chunki siz qarindoshlarga mehribon, kambag'allarga yordam beruvchi, odamlar mashaqqatini oson qilguvchi kishisiz deydi. Va u Muhammadni Injil ilmini yaxshi bilgan, Nasroniy dinidagi amakisining o'g'li keksa Varaqa ibn Nawfal huzuriga boshlab boradi. Bo'lgan voqeani unga bayon etadilar. Shunda Varaqa xursand bo'lib, bu Musa alayhissalomga kelgan farishta ekanini aytadi hamda Muhammadni ogohlantirib, senga katta mas'uliyat yuklanajak. O'z qavming da'vatingga qarshi bo'lib, diyoringdan quvg'in qiladilar. Men yosh bo'lganimda senga o'zim yordam berardim deydi. Shunda payg'ambarimiz nahotki o'z qavmim meni diyorimdan quvg'in qilsa deb taajjublandilar. Varaqa o'tgan payg'ambarlarning barchasiga shunday musibatlar bo'lganini ta'kidlaydi. Payg'ambarimiz o'zlariga rasullik darajasini bergan Allohning amrini bajo keltirib, odamlarni Allohning birligini tan olishga da'vat eta boshladilar. Avvalda bu da'vat odamlardan biron zarar yetmasin degan maqsadda yashirin ravishda boshlandi. Birinchilardan bo'lib xotinlari Xadija, Ali bin Tolib, Abu Bakrlar Muhammadga iymon keltirdilar. Bunday sirriy ravishdagi da'vat taxriban 3 yil davom etdi. So'ngra Alloh taolo oshkora da'vat qilishga amr etdi. Payg'ambarimiz oshkora da'vat etishga o'tib, buni avvalo o'z qarindosh urug'laridan boshladilar. Ammo oshkora da'vat asnosida butparastlikka, ayshu ishratga, zalolatga giriftor bo'lgan o'z qavmi tomonidan tazyiqlarga uchrab, ko'p aziyatlar chekdilar. Kundan kunga musulmonlar adadi oshib borayotganini ko'rgan kofirlar payg'ambarimiz va musulmonlarga turli uslublar bilan tazyiq o'tkazib qiynay boshladilar. Xususan Abu Jahl payg'ambarimizga nihoyatda ko'p pand berdi. Mo'minlarning ko'pchiligi kambag'allar, qullar bo'lganidan Qurayshning sardor kofirlari ularni islomdan qaytarish maqsadida turli uslublar bilan qiynashar, kaltaklashar, badaniga temir qizdirib bosardilar. Shunday azob chekkanlardan biri Bilol bin Raboh, Ammor bin Yosar, Xubob bin al-Ard va boshqalardir. Bunday tazyiq va aziyat tortayotgan musulmonlarga payg'ambarimiz jannat bashoratini aytib tasalli berar edilar. Payg'ambarimiz musulmonlarga nisbatan tazyiq nihoyatda kuchaygach, ularni Habashistonga hijrat qilishga buyurdilar. Bir guruh musulmonlar o'z dinlarini saqlash maqsadida
Makka mushriklari tazyiqidan qochib Habashistonga hijrat qildilar. Buni bilgan Makka mushriklarining sardorlari Habashiston podshohi Najoshiyga vakillar yuborib, musulmonlarni haydashni talab qildilar. Lekin musulmonlarning vakili Ja'far bin Abu Talib podshoh Najoshiy bilan munozara qilib, islom dinining fazlini, mohiyatini, insonparvarlikligini tushuntiradi. Najoshiy nasroniy dinida bo'lsa ham, islom dini bilan Iso risolatining manbai bitta ekanligini fahmlaydi va Makka mushriklarining talabiga rad javobini beradi. Makka kofirlari musulmonlarni o'z dinidan qaytarish maqsadida qilgan barcha sa'yi harakatlari, berayotgan aziyatlari behuda bo'layotganini sezgach, payg'ambarimizni o'ldirishga qasd qiladilar. Lekin payg'ambarimizning amakilari Abu Talib kofirlarning bu shum niyatini amalga oshirishlariga yo'l qo'ymagach, barcha kofirlar birlashib payg'ambarimizning qabilalari Bani Hoshim va Bani Abdul Muttalib urug'larini har tomonlama muhosara, ya'ni qamal qilishga o'tishdi. Ular bilan savdo sotiq qilish, qiz berib qiz olish, suv non berishni qat'iyan man etdilar. Va bu holat taqriban 3 yilcha davom etdi. Payg'ambarimiz safdoshlari nihoyatda og'ir ahvolda qoldilar. Ochlikdan hatto daraxt barglarini yeb kun o'tkaza boshlashdi. Ochlikka chidamay yig'layotgan go'daklarning faryodi uzoqdan eshitilib turardi. Qurayshning ba'zi sardorlari qalbida shafqat uyg'onib, payg'ambarimiz va uning qavmiga nisbatan qilinayotgan muhosara haqidagi ahdnoma to'xtatildi. Payg'ambarimiz Makkaga kelgan Yasrib ahli, ya'ni Madinaliklarni islomga da'vat etdilar. Ular islomni qabul qilishib, shu tariqa Madinada bu din keng tarqaldi. Makkada musulmonlarga nisbatan kofirlarning tazyiqi va aziyati kuchaygach, payg'ambarimiz Makka musulmonlarini Madinaga hijrat etishga buyurdilar. O'zlari esa keyinchalik Hazrati Abu Bakr bilan Madinaga hijrat qildilar. Madina musulmonlari Makkadan kelgan o'zlarining din qardoshlari muhojirlarni nihoyatda yaxshi kutib oldilar. Payg'ambarimiz ansoriylar bilan muhojirlar orasidagi ittifoqni yanada mustahkamlash maqsadida har bir ansoriy bittadan muhojirni o'ziga aka yo uka qilib olishiga buyurdilar. Va shunday qilib ular orasidagi birdamlik, ittifoqlik yanada mustahkamlandi. Payg'ambarimiz va u kishiga ergashgan musulmonlar 13 yil davomida Makkadagi islom dushmanlari kofirlar tomonidan turli xildagi aziyatlar, qiynash-u haqoratlarga duchor bo'ldilar. Har doim Alloh taolo ularni sabr qilishga da'vat etib, tasalli berar edi. Hijratning 10-yilida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ko'pgina sahobalar bilan muborak haj safarini ado etish uchun Makkaga bordilar. Bu haj Hajjashul Vido, xayrlashuv haji deb nomlangan. Chunki bu payg'ambarimizning oxirgi hajlari edi. Hijratning 11-yili Safar oyi boshlarida
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni og'riq bezovta qila boshladi. Dardga chalinmaslaridan 1-2 kun oldin minbarga chiqib bunday degandilar: Alloh subhanahu va taolo bir bandasiga bu dunyoda abadiy yashab, uning noz-ne'matlaridan bahramand bo'lishni yoki Parvardigori oldiga borish ixtiyorini berdi. Bandasi dunyoda qolib, uning noz-ne'matlaridan bahramand bo'lishni ixtiyor qilmay, Alloh subhanahu va taolo ixtiyoriga borishlikni afzal ko'rdi. Janob payg'ambarimiz bu so'zlari bilan o'z vafotlariga ishora qilgandilar. Sahobalardan birortasi bu so'zning ma'nosini anglab yetmasa-da, Hazrat Abu Bakr Siddiq raziyallohu anhu darhol gap nima haqida ekanligini tushunib, ota-onam sizga fido bo'lsin deya ho'ngrab yubordilar. Shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning dardlari kundan kunga kuchaya bordi. Umrlarining 3 kuni qolganidan Jabroil alayhissalom kelib: Ey Muhammad, Alloh taolo hurmatingiz uchun meni yubordi. O'zi ko'rib bilib tursa-da, holi qanday deb so'radi. Holingiz qanday dedi. Payg'ambarimiz qiyinlikda, g'am qayg'udaman dedilar. Jabroil alayhissalom oradan 3 kun o'tgach, dushanba kuni kelib: "Ya Ahmad, Azroil ham men bilan birga keldi. Kirishga ruxsat so'rayapti. Ilgari hech kimdan so'ragan emasdi. Bundan keyin ham so'ramagay" dedi. Rasululloh kirishga ruxsat etdilar. Azroil sarvari olam qoshlariga kelib: "Ey Muhammad, Alloh taolo meni sizga yubordi. Nima buyursangiz shuni qilurman. Agar jon olishga ruxsat etsangiz olurman, ruxsat bo'lmasa qayturman" dedi. Rasululloh Jabroilga yuzlandilar. Jabroil alayhissalom: "Ey Muhammad, Alloh taolo sizga mushtoqdir" dedi. Allohning habibi sarvari olam bu so'zni eshitib-oq: "Ey Azroil, o'z ishingizga kirishing" dedilar. Shu tariqa janob payg'ambarimiz siz u biz mo'minlarni 2 olamda saodat yo'liga boshlab ketgan zot Muhammad alayhissalom Dorul Fanodan Dorul Baqoga rihlat qildilar.